Bir obunachim faqat idish yuvarkansiz-da deb fikr qoldiribdilar. Endi yer chopaman. Hozir borib qo'shnidan lapatgan olaman. Bilaman, bunaqa narsalar faqat qo'shnida bo'ladi. Yer chopib endi zvezda bo'laman deganimda kvartiramizda shudgor yo'qligi esimga tushib qoldi. Yaxshi, raspakovka chek qilaman deb eshikni shuni ochsam, tovuqni pati ham yo'qda. Eshikni orqalarigacha qaradim. Hech narsa yo'q. Qo'shni kartochka olib birontasi tushib qolmabdimikin deb qo'shni patiziga ham qarab qo'ydim. Endi nima qilaman? Gul olib o'zimga o'zim sovg'a qilib olsammikin-a? Gulga pul kerak. Pul bilan hozir atnashenamiz yaxshi emas. Negadir menda arazlab yuribdi. Endi topdim. Meykap qilaman. Faqat shu kremlarning lokatsiyasini bilmayman. Qaysi kremni qayerga so'radi, shu o'zbekcha yozib qo'ysa bo'lmasmikin? Podvodga chizsam ikkita ko'zimga to'rt xil chiqadi. Men bo'yansam Miss O'zbekiston festivaliga bolalar qo'rqitish uchun chaqirishsa kerak. Hamma bo'yanib go'zal bo'lsa, men bo'yanish bilan inson qanchalar xunuk bo'lishini isbotlashim mumkin xolos. Shu aytay desam, mana bu yashirin talantimni bir umr yashirib yurishimni aytishgan. Bitta qo'shiqni 8 xil ohangda ayta olaman. Menga o'xshagan talantini yashirib yurganlar ko'p. Xalqni shokka tushirish niyatimiz yo'q xolos. O'zi shu negativlar zerikmasin deb video qilaman. Bo'lmasa menga zarar emas. Shu bechoralar menga yozmasa kimga yozadi? Keyingi videoda domni buzib qayta quraman. Idish yuvish menga yarashmaydi. Men yashirin talantlarimni olib chiqishim kerak. Sizlarda ham yashirin talantinglar bormi?